demagani kabi bilginki, yaratuvchi seni ota-onangdan ko'ra senga yaqinroq, yaratuvchi seni ota-onangdan ko'ra senga mehribonroq va u seni xatolaring bilan qabul qila oladigan yagona zot. Xatolaringdan qo'rqma. Xatolaring bilan yaratuvchiga yuzlan va xatolaringni anglaganing bilan yaratuvchiga sevimlisan. Bu ezoterikaning gapi va bu yerda hech qanaqa fan yo'q. Endi va yana qarama-qarshiliklarga keladigan bo'lsak, aslida mohiyat bitta. Psixologiya deysizmi, din deysizmi, parapsixologiyami, ezoterikami, boringki tibbiyotmi, metafizikami, buni hammasidan mohiyat bitta. Buni shunaqa bir misol bilan tushuntirgim kelyapti. Masalan, mayerda bitta olma turibdi. Hozir bitta olmani olib keldim, olmani qo'ydim. Va siz inglizsiz olmani apple dedingiz. Bular rus bo'lishlari mumkin, yabloko dedi. Men turkman, misol uchun elma dedim. Kimdir o'zbek olma dedi. 4 xil ko'rinishda aytdik. Olmani 4 ta so'z bilan aytdik. So'zlarimiz har xil. Apple yablokoga o'xshamaydi, yabloko elmaga o'xshamaydi. Shunaqa 4 xil ko'rinishda aytdik. Lekin olma o'zgardimi? Olma joyidan qimirladimi? Olmani tarkibi o'zgardimi? Olmani rangi o'zgardimi? Mohiyat mana shuda, shuncha paytdan beri. Demak, men aytmoqchimanki, narsa shuda. Aslida hammamiz bitta joyga, bitta ishonchga, bitta manzilga ketyapmiz. Faqat hammamiz turli yo'llar bilan boryapmiz. Turli yo'llar. Va ezoterika apple degan yo'li bo'ladigan bo'lsa, parapsixologiya elma degan yo'l, olma degan yo'l psixologiya, din qaysidir yo'li, ya'ni hammamiz turli yo'llar bilan olmani yoniga kelyapmiz. Молодцы. Ana endi Shahina, sizga ham bitta jiddiy savol. Mana ichiga o'sib ketdi deganimiz, bilasizmi nimaga aynan bu savolni qattiq ko'tarib bordim? Meni o'zim ham endi masterman, master sifatida inson ichiga o'sib ketganda qanaqa his qiladi, o'zini qayerga ketib qoladi, necha yil yo'qotib qo'yadi va uni o'sha yo'qotgan vaqtida hayotida nimalar sodir bo'ladini ko'rib chiqqanman. O'shandan chiqqanidan keyin endi sen chuqurlashib ketgan insonlarni bilasan-ku, ular qayerga boradi, nimani izlaydi, baribir chiqqanida javob nima bo'ladi bilib turasiz-ku. Sizga savol bermoqchiman. Mana chuqurlashib ketdi, kirib ketgan o'sha vaziyatga og'ir holati. Endi buni u nomlayapti. Men ezoterikadagi kurslar orqali kirib qoldim. Ya'ni ezoterik masterlar meni kirgizib qo'yishdi degan o'sha og'ir holatda. Siz shuni ayollar juda ko'pda, juda ko'p. Nima yechim bera olasiz? Mana shu ayollarni og'riqdan chiqazayotgan ayol sifatida. Demak, bularning aytishlari bo'yicha, mana boshqa psixolog ham chiqazyapti og'riqdan, demak, u ham to'g'ri. Demak, siz ezoterika orqali uni og'riqdan chiqazyapsiz, siz ham to'g'ri. Demak, maqsad bitta, yaxshilik. Men yechim bermayman, lekin yo'nalish ko'rsataman. Yo'nalishda men insonlarga nima demoqchiman? Aynan juda chuqur ichkariga o'sib ketish bo'lgan inson o'ziga savol berish kerak. Men qay darajada buni realizatsiya qilyapman hayotga, materializatsiya. Bu muhim, chunki biz yerda yashayapmizmi? O'zimizni o'sha olgan darajamizni yoki o'sha daraja bilan kelgan bo'lsak, o'shani berish uchun kelgan bo'lamiz aslida, yoki o'sib shu darajaga chiqayotgan bo'lsak, qaysidir ma'lum bir darajaga chiqayotgan bo'lsak, demak ana o'sha narsani berishimiz uchun berilyapti bizga. Biz uni o'zimiz o'ylab topmadik. Yuqoridan, ya'ni yaratuvchidan kelayotgan energiyani yer bilan ulash muhim. Berish kerakmi, dars berish kerakmi, bu narsani qanaqa qilib materializatsiya qilish, bu o'sha insonning o'ziga bog'liq. Lekin qila olamiz albatta, lekin mana masalan bitta narsani aytmoqchiman, juda ichkariga o'sib ketib materializatsiya bo'lmasa, bu inson u kibrlanib qolyapti degani. Qo'rquvni tagida ham kibr bor, sevgisizlikni tagida ham qo'rquv bor, materiallikni rad etish, chunki masalan guru darajasida yoki bo'lmasam avliyolar darajasidagilar ham o'tirmagan-ku bir joyda, bergan. Berishni boshlagan, qanday qilsa qilib bo'lsa ham u shunchaki yaratuvchini qo'lida instrument ekanligini tushungan va berish kerakligini bilgan va berishni har xil yo'li qanday qilsam shu menga berilgan missiyani yoki vazifani yoki qanaqadir ichim shu darajada o'sib ketdi, buyog'im qolib ketyapti degan baribir signal kelish kerak u insonga. Sog'lom egodagi insonga bu narsa keladi. Egoda nosog'lom holat boshlansa, u ichkariga qarab ketib qoladi yoki tashqariga qarab chiqib
ichkarini ham rad etish boshlanadi. Bu yerda balans qonunlariga rioya qilinishi shart. Endi shunga men ham fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Ichkariga kirib ketib qolish va bu bilan oilaviy nizolarga kirib ketish yoki ajrimlarga sabab bo'lish, bu hammasi mas'uliyat darajasi bilan bog'liq. Insonning mas'uliyati darajasi bilan bog'liq. Aytaylik, hozir men avliyolarni misol keltirishim mumkin. Aytaylik, Yunus Emronni oling. Har bir satrida o'sha ezoterikaga, Allohga bog'lanish, ilohiyotga bog'lanish haqida yozganlar. Yoki Rumiyni oling, yoki aytaylik o'sha Naqshbandiy hazratlarini olishingiz mumkin. Masalan, bizda shunaqa deganki, bizni avliyolarimiz shunaqa deyishganki, dilbayori dastakori. Diling Allohda bo'lsin, qo'ling albatta ishda bo'lsin. Mas'uliyatsiz odam o'zi kim degani? Mas'uliyatsiz odam demak, u hech bir ishga qo'l ura olmaydigan odamda, bekorchi odam degani. Uni qiladigan birorta ham ishi yo'q va uni qiladigan bu hayotda biror ishi yo'q odamning maqsadi ham bo'lmaydi. Qachonki insonni bajaradigan, qiladigan ishi bo'lganda, uni rejasi bo'ladi, uni maqsadi bo'ladi. Endi hech qanaqa maqsadsiz, hech qanaqa rejasiz, hech qanaqasiz ishsiz bo'lgan odam ezoterikani o'rganganda buni qanaqa qilib realizatsiya qila olishi mumkin, o'ziga qanaqa qilib singdira olishi mumkin. Masalan, men demoqchi emasman, odam albatta ishlashi kerak demoqchi emasman. Bu aytaylik, uy bekasi bo'lishi mumkin. Demak, sen olgan bilimingni, shu bilimingni o'zingni rivojlantirishga, farzandlaring tarbiyasiga, oiladagi muhitga, bu dunyoda juda og'ir kasb bor, juda qiyin kasb bor, mas'uliyati juda og'ir bo'lgan, buni hamma ham bajara olmaydigan kasb bor, bu uy bekasilik. Ayni o'sha uy bekasi kasbida sen buni amalga oshira oladigan bo'lsang, demak, mas'uliyat darajasi bilan bog'liqda bu insonda. Yana hozir nimani ushlab turgandim? Avliyolarimiz dilbayori dastakori deyishgan va doimo ular hech qachon ilohiyotga berilib ketib, bir g'or ichiga kirib olib, o'sha g'orda tunu kun riyozat chekib, ish qilmasdan yotishmagan. Rahmat, yashang. Mana shu joyiga ahamiyat berishimiz kerak-da. Men yoshligimda Mir Muhsinda Timur Malik yoki Xo'jand qal'asi degan kitobini o'qiganman-da. Bunda juda yosh bo'lganman, adashmasam 12-13 yoshlar edim. Juda meni bir narsa hayratlantirgan. Ya'ni bir avliyo inson bo'ladilar. Bu avliyo inson g'orga kirib doimo ro'za tutadi va hamma odamlar bu odam avliyo odamga kelib yukinib, men uchun duo qilib bering deyishadi va ihson berishadi. Va o'shanda Xo'jand qal'asini sarkardasi Xorazm, endi o'sha paytda Xorazm davlati bo'ladi va Xorazmdan kelgan podshoni bosh munshisiga o'sha insonni ko'rsatadi. Bizda shunaqa avliyo borlar, g'orda o'tiradilar, doimiy ibodatda bo'ladilar deb ko'rsatsa, haligi munshi hazratlari yoqtirmaydi bu odamni. Va o'shanda hokim, Xo'jand hokimi Sarkarda Temur Malik buni tushunmaydi. U aytadiki, mana shu avliyodan ko'ra, o'tinchini ko'ryapsanmi? O'tin ushlab bozorga ketyapti. O'sha o'tinni sotadi-da, bugun u bolalariga yegulik olib boradi. Buni qilayotgan xizmati balandroq deb aytadi. Ya'ni nima demoqchimanki, ezoterika degani yoki aytaylik bir e'tiqod degani, qaysidir bilimni o'rganish degani bekorchilik degani emasdir. Ya'ni inson buni har doim nimagadir sarflashi kerakda. Hech bo'lmaganda axloqini rivojlantirishga, ma'naviyatini yuksaltirishga sarflash kerak. Yo'q, bizda bugun shunaqa narsa bo'lib qoldiki, ikkita kursda o'qigandan keyin shartta chiqib odamlarga qanday yashashni o'rgatishyapti. Vaholanki ezoterika hech narsani targ'ib qilmaydi. Hozir bu yog'ini qisqa qilib tugatamiz. Ikkinchi qismida bo'ladi asosiy. Ikkinchi qismda nima haqida gaplashamiz? Mana men kimdir ezoterika orqali uyg'onishi, u o'zini shunda ayblab yurganlar ko'pda. Qizlar, bu yerda sabablar ko'pda. O'zini men ezoterika orqali uyg'ondim deb, ya'ni uyg'ondim degani ochilayotgandim, ilm olayotgandim va men shaytoniy yo'lda yurgan ekanman deb yurgan insonlar ko'pda. Keyin kimdir mana ezoterikani o'rganayotganda uni shartta to'xtatdi-da, namoz o'qishga kirdi, boshqa qildi, lekin hali ham qalbida og'riq borki, o'zidan afsusda. Bu
muhim narsalarda. Hozir ikkinchi qismida shu haqida gaplashamiz va ezoteriklar ham, aynan ezoterika masterlari ham, ular ham hammamizga o'xshagan insonmiz. Ular qanaqadir folchi emas, ular qanaqadir qoqinchi emas. Ularni shu orqali ilm berishlari ularning vazifalari. Bo'ldi,